O'zi aka kim hech e'tibor qilganmisiz? Aka bu o'zi kichkina bo'lsa ham ukasini beshigini tebratgan zot aka bo'ladi. Hamma aka o'zidan keyingi ukasini beshigini tebratgan. Mentalitetimizda 1,5-2 yil deganda bir go'day dunyoga keladi. Beshikda bog'lanib yig'lab qoladigan bo'lsa, ona aytadi, "Bor, ukangni tebratib qo'y" desa, yiqilib, turtinib, surtinib, bo'yi yetmasa, osilib bo'lsa ham ukam ekan deb turib beshik tebratadi. Mana shu yerda shuncha odam o'tirgan bo'lsak, shu mana akam beshigimni tebratgan deb hech o'ylaganmizmi? Yuziga qarab, qanday ham mana akam bora, shu mana akam meni beshigimni tebratgan deb hech bo'lmasa haftada bir marotaba bitta non ko'tarib xabar olyapmizmi? Xo'p, o'sha nonni pulga berar, hech bo'lmasa quruq xabar olyapmizmi? Xo'p, o'shanga ham vaqtimiz bo'lmasa